Bugun menda eng xursand kunim. 10 yil ko'rmagan ukamni Xudo xolisa mana ko'raman. Los-Anjelesga uchib ketyapman qizlar. 2015-yilda oxirgi marta O'zbekistonda bo'lganimda ko'rgan edim o'rtancha ukamni. Mana 10 yildan keyin o'zi Los-Anjelesga keldi, Amerikaga bizani ko'rgani. To'g'risini aytsam, qanaqadir tushdi. Butdan yomg'ir yog'yapti ustimizdan, lekin hech narsani sezganim yo'q. Nahotki ukamni quchoqlashga nasib qildi. Xudoyimga ming qatli shukr deb o'zimga o'zim gapirdim. Bu rosa Maftuna deb Maftunani sog'inib. Men ota-onam uyiga keldim Los-Anjelesga. Mana bunaqa stollar qilib qo'yishibdi, somsalar. Mana. Аня, привет. Ana. Чиз, привет. Uy canım. Ой, I love you. Sevincham shodda. Sizlar mana buni ko'rdinglarmi? O'zbekchani lozimlarni kiyib olib, lozimlaringizdan o'z lozimlaringiz tushib qolsin, men kiyib olay. Так, у нас plov. Mana maftunchikimiz, bizani shunaqa stollar qilib qo'yibdilar. Maftuna молодец. Молодец, maftunchik.